Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizni juda ham muhim, ayniqsa keksa avlod vakillari va ularning yaqinlari uchun g'oyatda dolzarb bo'lgan bir mavzuga qaratmoqchiman. Agar sizning oilangizda pensionerlar bo'lsa yoki sizning o'zingiz nafaqaxo'r bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlarga tug'ilgan yil haqida xabar berishlari kerak. Shunda nafaqaga 20% ustama qo'shiladi. Bu pensiya jamg'armasining ogohlantirishi degan xabarlar juda tez tarqalmoqda. Bu xabar nafaqat shoshilinch xarakterga ega, balki juda ko'p chalkashliklar va savollar tug'dirmoqda. Shu sababli iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bugungi suhbatimizda biz ushbu xabarning asl mohiyatini, uning qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini, qanday qilib firibgarlik tuzog'iga tushmaslikni va nafaqa masalalari bo'yicha ishonchli ma'lumotlarni qayerdan olish mumkinligini batafsil muhokama qilamiz. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Chunki siz beradigan har bir like va obuna ushbu muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo ushbu pensiya jamg'armasining ogohlantirishi deb tarqalgan xabarning kelib chiqishi va undagi chalkashliklarning asosiy sabablarini ko'rib chiqaylik. Uzoq yillar davomida nafaqalar to'lash va ularni hisoblash tartibi deyarli o'zgarmas bo'lib kelgan edi. Pensiya jamg'armasi fuqarolarning nafaqa olish huquqini ta'minlash, ularning ish staji, o'rtacha oylik ish haqi kabi ma'lumotlar asosida nafaqalarni hisoblash bilan shug'ullanadi. Barcha ma'lumotlar, shu jumladan shaxsning tug'ilgan yili, fuqaroning shaxsiy hujjatlarida va pension jamg'armasi bazalarida mavjud bo'ladi. Har qanday nafaqa turi, xoh u yoshga doir, xoh nogironlik bo'ladimi, yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bo'ladimi, tegishli qonun hujjatlari va normativ huquqiy aktlar asosida tayinlanadi va hisoblanadi. Ayni paytda esa siz bilan biz ko'rib turgan pensionerlarga tug'ilgan yili haqida xabar berishlari kerak. Shunda nafaqaga 20% ustama qo'shiladi degan xabar rasmiy manbalarda mavjud emas. Bu xabar afsuski haqiqatdan yiroq. Pensiya jamg'armasi hech qachon shunchaki tug'ilgan yilni xabar berganlik uchun nafaqaga 20% miqdorida umumiy ustama to'lash haqida rasman e'lon qilmagan va bunday tartib amalda mavjud emas. Agar pensiya jamg'armasi haqiqatdan ham shunday bir yangilik joriy etganida, bu haqida barcha rasmiy OAVlarda, jamg'armaning rasmiy veb-saytida, teledasturlarda, radio eshittirishlarida va boshqa ishonchli kanallar orqali keng ko'lamli ma'lumot berilgan bo'lardi. Bu kabi muhim yangilik faqatgina ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum sahifalar orqali tarqatilmaydi. Shuning uchun muammoning asosiy mohiyati shundaki, odamlar ushbu yolg'on xabarga ishonib, keraksiz harakatlar qilishlari, ba'zan esa firibgarlarning qurboniga aylanishlari mumkin. Eng yomoni, bu kabi xabarlar nafaqaxo'rlar orasida sarosima va ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. Ularni rasmiy organlarga nisbatan shubha bilan qarashga undaydi. Ilgari pensionerlar pensiya jamg'armasi bilan muloqotda bo'lishda asosan shaxsiy tashriflar, pochta xizmatlari yoki telefon orqali ma'lumot olish usullaridan foydalanganlar. Hozirgi raqamli asrda esa axborot oqimi juda tez va ba'zan filtrlanmagan holda tarqaladi. Bu esa yolg'on xabarlarning tezda ommalashishiga sabab bo'ladi. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas, keling, endi bu vaziyatni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. 20% ustama degan da'vo pensiya jamg'armasi tomonidan yuborilgan rasmiy ogohlantirish emas, balki jamg'armaning shu kabi yolg'on ma'lumotlarga qarshi berilgan ogohlantirish bo'lishi mumkin. Ya'ni pensiya jamg'armasi firibgarlikning yangi sxemalaridan birini to'xtatish uchun aholini ogohlantirishi mumkin. Bunday xabarlar ko'pincha firibgarlikning bir ko'rinishi bo'lib, ular pensionerlarning shaxsiy ma'lumotlarini, pasport seriyasi va raqami, tug'ilgan sana, bank karta ma'lumotlari va boshqalar qo'lga kiritish yoki ularni qandaydir to'lovlarni amalga oshirishga undash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Nimalarni bilish kerak? Rasmiy manbalarning muhimligi. Har qanday pensiya masalasidagi o'zgarishlar, ustamalar yoki yangi to'lovlar haqidagi ma'lumotlar faqatgina rasmiy pensiya jamg'armasi veb-sayti, davlat axborot agentliklari, masalan, O'zA, davlat telekanallari va radiolarda e'lon qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali guruhlar, noma'lum shaxslarning xabarlari yoki shaxsiy xabarnomalariga ishonmaslik kerak. 2. Tug'ilgan yilining ahamiyati.
tug'ilgan yil faqatgina nafaqani rasmiylashtirishda va yoshga doir pensiya tayinlashda asosiy ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Biroq shunchaki tug'ilgan yilni qayta xabar berish uchun 20% ustama hech qanday qonuniy asosga ega emas. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi va qonun bilan belgilangan indeksatsiya asosida o'zgaradi. Uchur, asliq firibgarlik sxemalari. Astar firibgarlar ko'pincha odamlarning kamdan kam biladigan nozik nuqtalardan foydalanishadi. 20% ustama va shoshilinch xabar berish kabi chaqiriqlar aynan shu yo'nalishdagi harakatlar. Ular sizdan shaxsiy ma'lumotlarni yuborishingizni so'rab, keyinchalik bu ma'lumotlardan firibgarlik maqsadlarida foydalanishlari mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Asterisk ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan. Ammo rasmiy ma'lumotlarni tekshirishga odatlanmagan pensionerlar. Ular ayniqsa xavf ostida, chunki yolg'on xabarlar juda jozibador bo'lishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarni so'ragan shubhali veb-saytlar yoki telefon raqamlariga murojaat qilganlar. Agar siz bunday xabarlarga ishonib, ma'lumotlaringizni kimlargadir taqdim etgan bo'lsangiz, bank hisobingizdan pul yechib olinishi yoki boshqa moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Pensiya tizimi haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan fuqarolar. Asterisk, ular yangi qonunlar yoki o'zgarishlar haqidagi har qanday xabarga osongina ishonishi mumkin. Kimga xavotir olishga hojat yo'q, rasmiy manbalarga tayanadigan har qanday shubhali ma'lumotni tekshirishga odatlangan fuqarolar. Asterisk, ular bunday yolg'on xabarlarga e'tibor bermaydi. Pensiya jamg'armasi bilan doimiy aloqada bo'lgan, barcha yangiliklardan xabardor bo'lgan pensionerlar, ular haqiqiy o'zgarishlar va soxta xabarlar orasidagi farqni bilishadi. Haqiqiy misollar va vaziyatlar. Vaziyat firibgarlik urinishi aytaylik. 7000 yoshli Oysha bu ijtimoiy tarmoqlarda quyidagi xabarni o'qidi. Pensiya fondidan shoshilinch xabar. Tug'ilgan yilingizni tasdiqlasangiz, pensiyangizga 20% ustama qo'shiladi. Batafsil ma'lumot uchun ushbu havola orqali o'ting va ma'lumotlaringizni kiriting. Oysha bu rostdan ham qo'shimcha pul olaman deb o'ylab, havolani bosadi va u yerda pasport ma'lumotlari, bank karta raqami, uning amal qilish muddati va CVC kodini so'ragan shaxsni to'ldiradi. Natijada uning bank kartasidan bir necha daqiqa ichida barcha pul yechib olinadi. Bu oddiy firibgarlik sxemasi bo'lib, bunday holatlarda pensiya jamg'armasi hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni bank kartangizning CVC kodi bilan so'ramaydi. Vaziyat aslida qanday bo'ladi faraz qilaylik. 55 yoshli Ahmad aka nafaqaga chiqdi. Uning pensiyasi ish staji va ish haqi asosida hisoblab chiqildi va tayinlandi. Bir necha yildan so'ng hukumat qarori bilan pensiyalar umumiy tarzda indeksatsiya qilindi, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda. Barcha pensionerlar uchun belgilangan foizda oshirildi. Masalan, nima aytmagan. Bu o'sish Ahmad akaning pensiyasiga avtomatik ravishda qo'shiladi. Buning uchun uning tug'ilgan yilini qayta xabar berishga hojat yo'q. Bu rasmiy va qonuniy o'sish bo'lib, irim-badil emas va shunchaki tug'ilgan yilini ma'lum qilish evaziga berilmaydi. Vaziyat ma'lumotlar yangilanishi ba'zida. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalarini yangilash maqsadida fuqarolardan ba'zi ma'lumotlarni tasdiqlashlarini so'rashi mumkin. Lekin bu jarayon har doim rasmiy xabarnomalar, shaxsiy chaqiriqlar orqali amalga oshiriladi va u umumiy tarzda 20% ustama bilan bog'liq bo'lmaydi. Masalan, shaxsning familiyasi o'zgargan bo'lsa yoki biometrik pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga rasmiy tartibda xabar berish zarur bo'ladi. Ammo bunday holatda ham bu tug'ilgan yilni xabar berish emas, balki shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlarni rasmiylashtirishdir. Va buning uchun hech qanday ekpani ustama berilmaydi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoida yoki tizimda bo'lgani kabi. Pensiya masalalarida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan noaniq jihatlar mavjud. 20% ustama tug'ilgan yiliga bog'liq degan yolg'on xabarning ortida qandaydir kichik haqiqat borligi ehtimoli kam. Ammo ba'zida ayrim ijtimoiy dasturlar yoki yoshga bog'liq imtiyozlar bo'lishi mumkin. Ular chalkashliklarga sabab bo'lishi mumkin. Keling, bu jihatlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Istisnolar va maxsus to'lovlarni. Asli ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha to'lovlar. Davlat ba'zan, ayniqsa bayramlar oldidan yoki maxsus ijtimoiy dasturlar doirasida urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, yolg'iz pensionerlar yoki juda past pensiya oluvchilar kabi muayyan toifadagi fuqarolarga moddiy yordam yoki bir martalik qo'shimcha to'lovlar ajratishi mumkin. Bu to'lovlar umumiy pensiya ustamasi emas, balki aniq belgilangan guruhlarga beriladigan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hisoblanadi.
Bu holatlarda ham tug'ilgan yilini xabar berish sharti bilan emas, balki fuqaroning ijtimoiy holati yoki yoshi kabi omillar hisobga olinadi. 2. Astroq uzoq yillik mehnat staji uchun ustamalar ayrim hollarda juda uzoq mehnat stajiga ega bo'lgan shaxslarga pensiyaga qo'shimcha ustama to'lanishi mumkin. Bu ham tug'ilgan yilini xabar berish bilan emas, balki mehnat faoliyati bilan bog'liq. Bu ustamalar ham har bir fuqaro uchun individual tarzda qonun bilan belgilangan tartibda hisoblanadi va umumiy yig'ib deb bo'lmaydi. Asterisk hukumat tomonidan pensiyalarni indeksatsiya qilish. Asterisk bu yuqorida aytib o'tilgan eng keng tarqalgan holat. Pensiyalar davlat tomonidan muntazam ravishda inflyatsiya darajasiga mos ravishda yoki iqtisodiy o'sish natijasida oshiriladi. Bu jarayon avtomatik tarzda barcha pensionerlarga taalluqli bo'ladi va buning uchun hech qanday alohida harakat talab etilmaydi. U qachonlardir ig'imanda bo'lishi mumkin, ammo bu tug'ilgan yilini xabar berish sharti bilan emas. Tuzoqlar va xavf-xatarlar bergan. Vaqtni cho'zish va yolg'on ogohlantirishlar, firibgarlar ko'pincha muddat tugayapti, shoshiling degan iboralardan foydalanishadi. Bu odamlarni tezkor o'ylamay harakat qilishga undaydi. Bunday shoshilinch chaqiriqlarga hech qachon e'tibor bermang. Rasmiy jarayonlar har doim muayyan muddatlarga ega bo'ladi, ammo ular hech qachon shubhali tarzda shoshilinch bo'lmaydi. 2. Asterisk shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish. Asterisk yuqorida aytganimdek, firibgarlar sizning pasport ma'lumotlaringiz, PNFL, bank karta raqamingiz, telefon raqamingiz kabi ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari siz bilan telefon orqali muloqotda bo'lganida sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq so'ramaydi, chunki ular ushbu ma'lumotlarga bazadan kirishlari mumkin. Agar sizdan kodingizni, parolingizni yoki karta ma'lumotlaringizni so'rashsa, bu firibgarlikdir. 3. Tug'ilgan yilini so'rashning noaniqligi. Garchi sizning tug'ilgan yilingiz pensiya jamg'armasida mavjud bo'lsa-da, ba'zida ma'lumotlar bazasida xatoliklar yoki eski ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Shu sababli ayrim hollarda pensiya jamg'armasi sizdan o'z ma'lumotlaringizni, shu jumladan tug'ilgan yilingizni tasdiqlashingizni yoki yangilashingizni so'rashi mumkin. Lekin bu jarayon har doim rasmiy tartibda shaxsan murojaat orqali yoki e-davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi va buning evaziga hech qanday irim ustama berilmaydi. Noaniq nuanslar, aholini xabardor qilish usullari davlat idoralari, jumladan pensiya jamg'armasi aholini turli yo'llar bilan xabardor qiladi. Bu rasmiy veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar, ko'k tasdiq belgisi bor sahifalar, gazeta va jurnallar, televideniye va radio orqali amalga oshiriladi. Noma'lum Telegram kanallar, WhatsApp guruhlari yoki shaxsiy xabarlardagi ma'lumotlarga shubha bilan qarang. Asterisk pensiya qonunchiligining murakkabligi. Asterisk pensiya qonunchiligi ko'pincha murakkab va oddiy fuqaro uchun to'liq tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Firibgarlar aynan shu murakkablikdan foydalanib, yolg'on xabarlarni ishonchli qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Shuni unutmangki, har qanday shubhali xabar sizni harakat qilishga undashdan oldin uni rasmiy manbalarda tekshirishingiz shart. Bu sizning pulingizni va shaxsiy ma'lumotlaringizni xavfsizlikda saqlashning eng muhim yo'li. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz shu kabi xabarlarga duch kelsangiz, nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlikdan himoya qilish shu bilan birga. Agar haqiqatan ham biror o'zgarish bo'lsa, uni o'tkazib yubormaslik mumkin. Aniqlik va ishonchlik sizning eng muhim qurolingiz. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Ma'lumotni tekshiring va shubha qiling. Har qanday pensiya masalasidagi yangilikni birinchi navbatda shubha bilan qabul qiling. Ijtimoiy tarmoqlardagi yoki noma'lum manbalardagi xabarlarga darhol ishonmang. Har qanday ma'lumotni tekshirish uchun rasmiy manbalarga murojaat qiling. 2. Rasmiy manbalarga murojaat qiling. Asterisk pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini toping. Odatda WFMF.uz yoki shunga o'xshash domenga ega bo'ladi. Barcha muhim yangiliklar va o'zgarishlar faqat shu yerda e'lon qilinadi. Ishonch telefoni, pensiya jamg'armasining ishonch telefoni raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bu raqamlar odatda rasmiy veb-saytlarda ko'rsatilgan bo'ladi. Malakali mutaxassislar sizning barcha savollaringizga javob beradi. E-davlat xizmatlari portali myPOG.uz. Ushbu portal orqali siz pensiya haqidagi ma'lumotlaringizni tekshirishingiz, pensiya hisoblashdagi o'zgarishlarni kuzatishingiz va
Bazı xizmatlardan onlayn foydalanishingiz mumkin. Bu eng xavfsiz va ishonchli usullardan biridir. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan tashrif buyuring. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz yoki telefon orqali kerakli ma'lumotni ola olmasangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan tashrif buyuring. Bu yerda sizga yuzma-yuz maslahat beriladi va har qanday savolingizga batafsil javob beriladi. Bu eng ishonchli usul. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni uchinchi shaxslarga bermang. Bank karta raqamingiz, amal qilish muddati, CVC kodi, PIN kod, pasport seriyasi va raqami, PIN-afil kabi ma'lumotlarni hech kimga, hatto o'zini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirgan noma'lum shaxslarga ham telefon orqali yoki internetda shubhali havolalar orqali bermang. Esingizda bo'lsin, pensiya jamg'armasi yoki banklar sizdan hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. 4. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Agar haqiqiy o'zgarish bo'lsa, agar pensiya tizimida haqiqatan ham biror o'zgarish bo'lib, sizdan ma'lumotlarni yangilash talab qilinsa, odatda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchasi, ba'zi hollarda ish haqi ma'lumotnomalari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu hujjatlar faqat rasmiy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan topshiriladi. 5. Shubhali harakatlarni xabar bering. Agar sizga yolg'on xabarlar kelgan bo'lsa yoki firibgarlik urinishlari bilan duch kelsangiz, bu haqda darhol huquq tartibot idoralariga yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga xabar bering. Bu boshqa fuqarolarning firibgarlik qurboni bo'lishining oldini olishga yordam beradi. 6. Oilangiz va do'stlaringizni ogohlantiring. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz bilib qolmasdan, oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va ayniqsa keksa tanishlaringiz orasida tarqating. Ularga ham rasmiy manbalardan foydalanish va shubhali xabarlarga ishonmaslik kerakligini tushuntiring. Ushbu qadamlar sizga axborotning murakkab oqimida to'g'ri yo'nalishni topishga va moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlashga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Bugungi videoda biz pensiya jamg'armasining Irim Bavin Ustama haqidagi keng tarqalgan xabarning haqiqatdan qanchalik yiroq ekanligini batafsil tahlil qildik. Shuni aniq tushunishimiz kerakki, shunchaki tug'ilgan yilini xabar berish evaziga pensiyaga 20% ustama qo'shilishi haqidagi ma'lumotlar asossizdir va ko'pincha firibgarlik sxemalarining bir qismi bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi har qanday o'zgarishlar haqida faqatgina rasmiy kanallar orqali ma'lumot beradi. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilish uchun har doim rasmiy manbalardan foydalaning va shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga ishonmang. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi. Sizning moliyaviy xavfsizligingiz va xotirjamligingiz biz uchun muhim. Video ostidagi izohlarda bu mavzu haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz bunday xabarlarga duch kelganmisiz? Ularga qanday munosabatda bo'lganingizni baham ko'ring. Suhbatimizni yanada boyitishga yordam bergan har bir fikr qadrli. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishimizga yordam beradi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni asrang.